Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana Valijon Abdullayev. Bugun mana juma tongi muborak bo'lsin. Iyun ham oxirlab olmoqda. Mana ko'chatlarimiz fashti to'lib qoldi, xudo xolasa. Shunaqa qilib qo'l mehnati juda ko'p sarflanadi bunga. Mana ko'radingizsiz. Shunaqa qilib ikkita 2,5 ta bak qo'yib, oxirgilari ham keyin mana bunaqa ilek deydi. Mana suv chiqishi ko'chatni sog'lomligidan, o'simlikni sog'lomligini bildiradi. Ezota qilmaylik. Shunaqa. Bu bunaqalar ham, lavuşkalar ham sizda qancha hasharot borligini bildiradi mana. Yangi bu ikki marta almashtirdik bu mana. Mana ko'chatlarimiz xudo xolasa. Holatlari shunday. Ventilatorlar qo'yilgan. Hozir yurgizmaymiz endi, buni bittan keyin. Tanoklarda oshchasini ovoryapmiz уже. Kichkina mana ular to'lgandan keyin umuman tanok qoldirilmaydi. Faqat ko'chatga. Bizda maqsad gavharni kattaytirish. Buning ham o'zining agrotexnikasi bor. Maxsus ishlar bajarilishi kerak. Alloh adashtirmasa, bajarib kerak. Mana bu tomonlarda bitta ikkita qoldi, xudo xolasa. To'ldiramiz bu yerda. Hozir lavuşkani ko'kini qo'yganmiz. Uni nimaga qo'yilishini ham bir tushuntiraman. Bular asosan hashalarga, shiralarga, ancha insektisidlardan sochishdan himoya qiladi. Siz kamroq sochasiz. Ko'chatlarimizga ozgincha qoldi. Alloh nasib qilsa zakazimizdan ozroq qoldi. Kelsa nomerlarni qo'ldiraman, zakaz qilib bersanglar. Ko'p miqdorda emas. Ya Allah. Maşallah. Hozir video davom kuzatib tursanglar, yana bitta ko'k lavuşkani nimaga qo'yganimizni tushuntirib beramiz. Xudo xolasa stilajimiz ham bitib qoldi. Oxirgilarini qilishyapti. Yerlarga kokoslar solib, yaqinda dezinfeksiya boshlanadi. Ekish jarayonini ham bir ko'rsataman inshaalloh. Mana men aytmoqchi bo'lgan narsa ko'k, endi havo rangda. Bu asosan yozga yaxshi, tripslarga. Hosillarimiz bu. Buni bitta tozalab qilganmiz, keyingi ikkinchi, uchinchi kunlar mana olib kelib chiqyapti. Bitta shoda, ikkita shoda, uchta shoda, to'rtta shoda. Başta 5-inchisi ham chiqyapti. Bu Albion ikkinchi valnasida, ikkinchi, uchinchi mana. Ko'radigan bo'lsangiz, tripslar mayda kichkina bo'ladi. Chunki ilashgan bo'ladi. Qo'yib to'liq qo'yib chiqildi. Sababi agar trips juda katta hujum qilsa, mana gullaringizni ham shim oladi, mevani ham so'kinishi ham oladi. Bizda shunday tajriba.
Endi borini ulashamiz, xudo xohlasa. Dehqonchilikka baraka, tan joylar sog' bo'lsin. Izlanishdan charchamanglar.